Assalomu alaykum obunachilar, tuzaymisizlar? Ustakamiz dehqonchiliklari, bo'sh vaqtida shu dehqonchiliklar bilan shug'ullanib turadi. Pomidorlarni ekib, suvlarni qo'yib qo'ygan. So'zi, piyozlarni sepib qo'ygan. Kartoshkalar ekib, uzumlarni ekib, armaturalarni suqib qo'ygan. Chiroyli bo'lib o'sib qoldi. Kartoshkalar qo'shakat qilib ekilgan. Buni bog' qilmoqchimiz. Ustagani dehqonchiliklarini ham havas qilganlar bo'lsa, yer uylarni havas qilganlar ham bo'lsa, bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Jonlarni sog' bo'lsin.